Respublika bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasiga qarshi murosasiz kurashish, aholi orasida profilaktika ishlarini kuchaytirish, jamoat tartibi va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan joylarda reydlar, tekshiruvlar, profilaktik suhbatlar hamda targ'ibot ishlari izchil tashkil etilmoqda. Bunda fuqarolar yig'inlari, ta'lim muassasalari va jamoatchilik vakillari bilan hamkorlik alohida ahamiyat kasb etmoqda. Amalga oshirilayotgan tadbirlar natijasida giyohvandlik vositalari bilan bog'liq qator huquqbuzarliklar o'z vaqtida aniqlanib, qonuniy choralar ko'rilmoqda. Jumladan Jizzax viloyati ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida olib borilgan tadbirlar davomida yana bir qonunbuzarlik holati fosh etildi. Xususan, Jizzax shahrining Zargarlik mahallasi hududida harakatlanib yurgan bir fuqaro soha xodimlarida shubha uyg'otgan. Shundan so'ng u qonun talablariga muvofiq ichki ishlar idorasiga olib kelingan. Tekshiruvda u Samarqand viloyati Samarqand shahrida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro ekanligi aniqlangan. Xolislar ishtirokida o'tkazilgan shaxsiy tintuv jarayonida fuqaro cho'ntagida yashil rangli o'ziga xos o'tkir hidga ega bo'lgan, giyohvandlik moddasiga o'xshash o'simlik maydalari saqlab yurganligi ma'lum bo'lgan. Topilgan modda belgilangan tartibda hujjatlashtirilib, tegishli ekspertiza o'tkazish uchun olingan. Hozirda holat yuzasidan qonunchilikda belgilangan tartibda tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Qisqasi, xavfsiz va sog'lom yurt profilaktik tadbiri jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolar osoyishtaligini mustahkamlash hamda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qilmoqda. Shu o'rinda fuqarolarni shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lgan taqdirda Stop narko pastki chiziqcha bot Telegram botiga yoki ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishlarini so'rab qolamiz.